Assalomu alaykum. Onalarning eng yaxshisi, aziz va mehribon qaynona oyijonim. Ramazon muborak bo'lsin. Alloh qalbingizni iymon nuri bilan yoritsin. Qilgan har bir duoyingizni ijobat aylasin. Siz oilamizni duosi, ro'zg'orimizning barakasiz, sabringiz va mehringiz bilan barchamizga suyanchi bo'lib kelgansiz. Alloh sizni sog' salomat, izzat hurmatda uzoq umrlar bilan siylasin. Biz farzandlar va nabiralaringizni baxtini ko'rib bering. Yuzingizdan tabassum arimasin. Tutgan ro'zangiz, qilgan ibodatlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Ko'nglingiz doim xotirjam, qalbingiz esa shukrga to'la bo'lsin. Ramazoningiz muborak bo'lsin, oyijon. Sizni duoyingiz bilan uyimiz mustahkam. Sizni borligingiz bilan hayotimiz barakali. Boringizga